İpar Aşpaz Geldi programımızın tacidarlıqını yemekli qurutçu sohasidagi ko'zga ko'ringan o'rin Aqsu İpar yemekli qurutçu zavodi ustiga oldi. İpar Aşpaz Geldi programmasini a'lo sifati va ishonchiligi bilan iste'molchilarning olqishiga erishgan qadimiy namoyilari alohida qo'lladi. Aşpaz Geldi programmamizni Yeshilnur Guruchi va Oq Marvoyit ullarini bozorga solgan Urumchi Yeshilnur soatchaklik shirkati alohida talab qildi. Oshpazlik nozik bir hunar. Buningmi maxsus baholashlar bor. Oq tustam etgan. Hamma oshpaz tomoqining tam tartishiga tetishni orzu qiladi. Oq tustamni. Bu oq Hammasini oqib etgan tomoqkan-ku. Oqib sharaf topdi. Boshqa ustamlarning 5 qatdi. Oq tustam etsin. Oqib texmi aldirash bo'lib ketdi. O'xshash hunar, o'xshamagan tam. Sir oshkora bo'ldi. Asli ishbor ketib bo'lsa bakan emas. Hamma oshpazning harduq chiqdi. Bugun hammasini bak o'xshab. Hammasining tomoq tetidi. Chunki hammasi ishbor ishiltishni bilib oldi. Ishbor tetit bo'lsa-da, hamma tomoqingiz tetidi. O'zgarmas tam ishbor tetit qo'llari. Bu tomoqlar bak o'xshabdi. Qandoq etgandi? Rost bak o'xshabdi. Taomlarni bak lazzatli bilan o'xshatgan. Madaniy chinon, bak yaxshi bo'lmay bilan taomlar lazzatga to'lmay. Qadimiy chinoy yurishlik moylari. Donliq Xushburoq Yeshilnur Guruchida etilgan tomoqlar sizga esil tam ata qiladi. Yeshilnur Guruchi oldin tanlashingiz bo'lsin. Arg'inlik va ruhsizlik his qilgan chog'ingizda qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi sizga to'g'ri tanlash. 大家好，欢迎收看一帕独家冠名的大厨来了节目，我是主持人 Glina Tursun. Dostlar, yaxshimizlar ko'rib atqaninglar İpar taom tetitqo'llari xos tajidarligini ustiga olgan Aşpaz Geldi programmasi. Programmamizni qadimiy chinoy yog'lari alayda qo'llagan. Yeshilnur 10 guruchlari alay talab qilgan. Shuning bilan birga yana jon suyar meva ko'ktat yuyish tuzi alayda hamkorlashgan. Qadrli ko'rurmanlar, bu san programmamizda o'xshashli yana isil o'zgacha bo'lgan tamoqlarni etishni o'rgatamiz. Undaqda bu san programmamizga alay taklif qilgan aziz mehmonimiz kimdir? U bo'lsa-mu Fadiya sog'lomlik yemeklik o'rnining qurg'uvchisi Gulpari xonim. Qarshi olamiz Gulpari. Xush keldingiz. Yaxshimisiz? Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men ismim Gulpari bo'ldi. Hammasi meni Pari deydi. Pari deydi meniki. Shu sog'lomlik, mana Fadiya sog'lom yemekliklarni pishiqlab, ya'ni Jenkansan deb qo'yamiz. Shuni bozorga solgan bo'lishaqda 3 yildak bo'lib qoldi. Shularningki sog'lomlik yetakchisi bo'lma. Xush keldingiz, Pari deb ataysiz bunda qilsa. Xush keldingiz. Endi bugun programmamiz kelib, menil emas, balkim programmamizni ko'rib atgan ekran oldidagi barliq xonim qizlarni da xush qilib atdingiz-ku deyman. Chunki hozir shu xonim qizlarningki endi xonim qizlar desak bo'lmaydi. Yigitlarning shundaqmi birdan-bir orzusi shu yemeklik orqali sog'lom o'riqlash. Demak, bugun programmamizga ep kelgan tamoqimiz bo'lsa, Jenjison, ya'ni ilmiy sog'lomlik tamoqi, ya'ni maysirish tamoqi shundaqmi. Xo'shundaqda bugun qaysi xil tamdiki, ya'ni qaysi xil tamoqni etishni o'rganamiz? Buni ketadigan materiallar kunda amdi hisobda bu o'riqlash bir jarayonchi, bir kunlik emas. To'g'ri, mustahkam iroda bo'ldi. Bir kunlam 2 kilo 1 kilo o'riqildim derdi. Amaliyotda biz 3 oy qilgan chaqda, ya'ni 90 kun qilganda bardashlik bergan chaqda badandagi mayni sanlamaza tushiralaymiz. Shuning uchun buningda bir jarayonchi, bu tomoq bakmi ko'ngillik bir o'riqlash suvini qo'llanmasak, jiqlar o'riqlash jarayonida shunchalik azobli o'riqlaydi. To'g'ri. Kech tomoq yemay, onisa mommayga amaliyotda voz kechkidiganlarim bor. Ketdi, bo'llar deblam uningkin ta sen qilgan o'zining yaxshi ko'rganda o'zini tutolmaydigan gap ketimiz-ku qizlar. O'sha o'riqsam bo'lsa deblam. Qizlarning orasida eng chong pushaymonning nimaligini bilamiz. Samir yevonning pushaymon bo'lgandan keyingi pushaymon biz qizlarning orasida eng chong pushaymonimiz. Hay, nima yeganda men aslida yegim yo'q dedi. To'g'ri. Amaliyotda o'riqlash unchalik bir azobli ish emas-ku. Sog'lom bo'lgan ilmiy oziqlanish usulini tanlab turib o'riqlaganda ham sog'lom bo'ldi, ham fantan bo'lib ketmaydi. Shu vaqtda o'z ko'ngillik yaxshi ko'rgan yeb turib o'riqlash usulini tanlash kerak. Shu vaqtda demak azobli unchalik bir xil yeb oldim, it oldim bezar bo'lgan qancha yo'q. Qadrli ko'rurmanlar, mana bugun Parini bizni aytdi yaxshi programmamizga taklif qildik. Chunki hozir hamda
nurg'unlarimiz bayadıdık, mush o'riqlash beshimizni qatirib uningdan boshqa o'ylaymiz yo'q, lekin amaliy harakatimizni faqat amalga oshirib olmayapmiz. Mana bugun biz ilmiy o'riqlash tamoq etishni o'rganamiz. Undaqda diqqatingizdan ekranimizni bosib. Kerak materiallarni ketadigan materiallarni tunishtirayya. Bir kunga badanga kerakli bo'lgan oziqlik moddalarni aytib nurg'unchu. Shuni tanishib turib, bir kunga amdi tushlik tomog'imizningki, mana ketadigan materiallarni tunishtiray. Mana chechaksay, yani Şilanxuaning oziqlik qiymati nayt yuqori bo'ldi hozirgi so'zimizmi bo'ldi, hammamiz bilib ketdik. Undidarlarda. Ustiga bu xonim qizlarimizga nayt foydali. Onkin Xuangua ketdi. Xuanguaninki badandagi zahar naydaydi hamda jigarninki qaplab ketgan zahar naydaydi. Ham shu teri go'zallashtirish, meron qilishga ham foydasi bor. Undan keyin savza. Savzaning yana vitamin C, uning guruh foydasi bor. Unkin Parim shu savziga hamda hozir qizil savza, seriq savza deb ishlatamiz. Ikki xilning qaysi bo'lsa bo'ladi? Bo'laverdi. Qaysi savza bo'lsa bo'laverdi. Unkin shinsay. Shinsayning yeşilsay buni pishirishning o'rni yo'q. Ham yeymiz. Undan keyin tuxum. Tuxum ya'ni oqsil. Tuxumda 3 tal ketadi. Yo'q, 1 tal ketadi. 1 tal ketadi. Undan keyin biliq. Buningda o'riqlash jarayonida cho'qim oqsilni qabul qilganda o'riqlashimiz kerak. Masalan, bir kuni biliq yedingiz, bir kuni kalgo'sh yeysiz, bir kuni roq yeysiz, yana to'qo go'sh yeymiz. Bugun ma biliq turligini men o'rganay. Undan keyin mana Qunaq, purchaq, buning tayyor xaltligi bizga qulaylik bo'lsin deb nurg'un qulayliklar hozir bozorga silinib ketdi-ku. Bundan keyin mana tayyor purchaq, qunaq bor. Undan keyin mau çaycağı da qo'ymiz ranglik. Pek ochiq emas laza. Bu çünkü men o'zim shu go'zallikni pek yaxshi ko'rmaychi. Shunga mush tamoqmi go'zal bo'lsa, odamninki ishtoyasini to'g'ri, u pek to'g'ri. Undan keyin ranglik xungshu so'zni. Undan keyin cho'qim mana bu çöp, İtalya çöpü işletilgan çöp buldu. Çünkü bunu az miktarda, cihla o'riqlash jarayonida tam shuni to'xtatinglar deydi. Qanchalik vaqt to'xtamiz, u bir umr to'xtatib bo'lmaydi. Cho'qim u bir badanga kerakli bo'lgan muvofiq to'liqlab turishimiz kerak. Shunga tushda buni ozroq qo'shishimiz kerak. Undan keyin meva kan bo'lsa bo'lmaydi. Siz o'zingiz yaxshi ko'rgan qanday meva bo'lsa bo'ldi. Bugun men mana qo'lim bilan shunday ishlatdim. Hamza boshlab ketamdik. Bo'ldi. Aldık basqıchimiz. Parim esqisam hamda hozir mushta qarsak bu halqi o'riqlash tamoqi janjasan desak shunday bir oddiy tezli bir putadigan tamoqda ko'rindi, lekin hozir sizni tanishtirgan xurishlaringiz qarab haqiqatan jiq nas ketgan. Garchi buning miqdori oz bo'lsa-mu, lekin ketadigan turi ko'p bo'ldi ekan. Undaqda mashg'ulotimizni boshlamdik. Oldi bilan çöpni, onundan keyin Şilanxuani suvda pishirib olaylik. Tuxum bilanchu. Suvni qayndi, amdi çöpimizni pishiramiz. Bu çöp sal amdi 10-15 minut atrofida qaynasa, yumshoq amdi solaylar. Bu tamoqlar bek o'xshabdi. Qanday etgandi? Rost bek o'xshabdi. Taomlarni bek lezzetli bilan o'xshatgan. Madaniy chinar, bek yaxshi bo'lmay, qadimiy chinoy yurishlik moylari. Donliq, xushbiroq yeshil nur gurchida etilgan tamoqlar sizga esil ta'm ato qiladi. Yeshil nur gurchi oldin tanlashingiz bo'lsin. Xo'jayin, tantanshaydigan ustam yo'q, sakız bek ko'p qanday qilamiz? Nemanchi jiddiylashsan? Ustam bo'lmasa, mana men bog'i, ansirma, zakasini to'xtatma. Oshpaz ustamli bo'ladi ekan, ansirash behojat. Mehmonlar, ta'mi qandaqroq bo'pti? Ustam almashgan o'xshamamdi. Ta'mi burunqidan yaxshi bo'pti. Bu bizga bek yoqdi. Oshpaz ustam tetib qo'llari. Oshpazlik nozik bir hunar. Buningmi maxsus baholashlar bor. Oq ustam ekan. Hamma oshpaz tamoqining tam tartishiga tetishni orzu qiladi. Oq ustamni. Bu oq hammasini oqib etgan tamoqkan-ku. Oqib sharaf topdi. Boshqa ustamlarning 5 qatdi. Oqib texmi aldirash bo'lib ketdi. O'xshash hunar, o'xshamagan ta'm. Sir oshkor bo'ldi. Asli ish bor, tetib bakan emas. Hamma oshpazning harduqi chiqdi. Bugun hammasini bak o'xshab. Hammasining tamoq tetidi. Chunki hammasi ish bor, ishlatishni bilib oldi. Ish bor tetib bo'lsa-da, hamma tamoqingiz tetidi. O'zgarmas ta'm ish bor tetib qo'llari.
horg'inlik va ruhsizlik his qilgan chog'ingizda qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi sizga to'g'ri tanlash. İşimiz pişmağıca biz bu ranglik saylarımızı to'g'rayla. To'g'rab tayyor qilamiz. Mana shuncha yuzib tayyor qilgan abay. Mana shuni chiroyli bo'lish uchun ostiga mana. O'zingizning yeydigan miqdorini qanchalik yeyalsangiz mana. Sizlar aboneliqqa ham yeyishganbek amroq. Ha. Kunlik tomog'ingiz qo'shsangiz bo'luvchi buni. Men o'zim shaxsan shuni mushtaqli yeyishni yaxshi ko'rman lekin, ya'ni buni mayda azroq qilam. Buni tabak ochiq olmaydi ekan. Ochiq olmaydi. Janliq o'tiblar. Endi mushu jenjisang cho'qim qatadigan lazımmı yoki qatmasak mı bo'ladimi? Qatmasak mı bo'ldi? Ha, o'zimizning ehtiyojiga asosan yaxshi ko'rishiga asosan qilsak. Yaxshi ko'rishiga buni qalam chiqib to'g'ri olmasa. Boya dediniz o'zingiz men bek güzellikni suyma tamog'imning nihoyatda bir güzel chiqishini umid qilmadim. Demak bu rangmi? Rang, bir rang qatadigan demakchi. Ben dedim bu oruqlaş bir jarayon, bir işbirlik bo'lmagan keyin cho'qim güzel bo'lgan holatda yeysiniz, yeyiniz keluvchi. To'g'ri. Endi bir xil tomoqni demakchi-mi, abiya 90 kun dedingiz, endi 90 kun davomlashtirish. Bir xil ta'mdagi tomoqni bir jarayonchi, shuningga buni bek mustahkam irada ketdi dedik. Shilanxoni o'zimizningki yeyish miqdori qatda azroq evab buni suv pishiramiz. Mushu shilanxoga odatda pek amroq uyda say qo'rib yeyishga. Pishirish jarayonida buni azroq zaytun miya sumay to'kasangiz texnik ranglik ashtaq pishadi. Buni pishirish vaqti paq uzoq bo'lmasligi kerak. 2 minutdan shuni paq uzoq bo'lib ketsa sog'irib, satib qoldim yeysiz, bütün vitamin chiqdi. To'g'ri. Bek yezilib ketdi. Buni chala pishirib yesa nihoyat ta'mli bo'ldi ekan. Ko'rurmanlar hamda biz hozir bevosita ib to'g'rab ketdik Parishinago. Bu sayko'ktatlarning hammani yuvib tayyor qilib olgan biz program boshlashdan avval. Albatta, bugun ishlatganimiz mushu sizga bir olayda ko'rsatish tuzi. Demak, hamda bu tuzning asosiy roli boya ko'rdingiz. Mushu sayko'ktatlardagi bo'lsin, mevjivlardagi kimyalik dori qoldiqlarini chiqarishdan nihoyatda unumi yaxshi rol o'ynaydi. Demak, ham sizlar balkim aşkanlarda hazır körüp men bu hazır çünkü biz gün köktatdan ayrılamayız çok. Gün juştayımız, muş onun türüne ait gördünüz hatta muşu saylarını bir muşunda aşı jarayon ketidi. Arsada mesela nim bo'lib qolmasa ximilaydaysız, ba'zanja qurtlarmi bo'lish ehtimoli bek cho'ng bo'luvchi. Bir tozalaymiz, mani ko'rib. Biraz sizning tanlashingizni naqllaydi. Jon Serobdan buni ishlatish usuli shu biz odatda uyda saylanib yursak, bir yarım soat burun chilab qo'yamiz. Amaliyotda ma'noda unda qilishning o'rni yo'q. 3 minut burun chilab qo'ysiz, chilab qo'ygandan keyin uni elib yana qayta bir choy qotib ishlasak, badanga hech qanday aks ta'sir yo'q ekan. Cho'pimiz pishibdimi, apari? Pishibdi. Mana qadrli ko'rurmanlar, bayatdan beri biz bu kerak materiallarni suvda pishirganlarni bir qadar pishirib oldik. Mana shilanxoni pishirib oldik. Undan boshqa tuxumni pishirib oldik, bir tal tuxum. Ranglik. Rangli xonshuni pishirib mana içinilqi yumshab oltin ilib oldik. Andiki bosqichda qari. Biliqni azroq qilam. Mayni qozonga yaltiblam. Ishki o'rsaklab pishadi. Buni bir maydan o'tkazamiz. Bir mayda o'tkazsak bo'lsa, duxovkada buni ikki xil ishlatish usuli bor. Duxovkaga yaltiroq qog'oz qo'yiblar, o'zingiz yaxshi ko'rgan dardaman seplar. Duxovkaga ham kirgizish maqsadi. Angiz tamnichu, masalan, yaxshi ko'rgan biliqning turi bek chiqqu. Biz limon siqib, azroq qarmush sirlarni qilib, biroq ham yala qilib qo'ysaqmi, texmi payizdan bo'ldi. Ta'mi yaxshi bo'ldi. Endi bek davomliq oldirgan vaqtingizda, mesela hozir qo'noq miyimiz bor ekan, zaytun miyimiz bor ekan, hozir qo'noq miyda azroq bo'ldi. Albatta bizningki programmamizning alayda qo'lgan qadimiy chinaninki qo'noq yig'ini ishlataylik. Pari boya dedik-ku, beliqni har xil turlari ko'p deb o'zimizning yoqtirishiga asosan tanlasak bo'laveradi. Bugun tanlagan beliqimiz? Bugun tanlaganimiz qiltiriqsiz beliq. Buni may qizg'andan keyin chunki to'qov go'shti, beliq yebak oson pishadi. Bak pishirish talab qilinmaydi-ku. Pari odatda sizlarning do'konda shu maxsus mushta o'riqlaydigan xonim qizlar uchun sog'lom ilmiy oziqlanish tamog'ini tayyorlaymiz. Demak, endi bu do'konga berib setib olganlarmi yoki asosan vaymayni asos qilamsizlar? Do'konga berib
Çünkü bir günde xeridarımız 50-60 dil mesela aylık yevetkenler var. Bir haftalık hatta mesela sırt işi yapıp kalırlar bir gün aldı ötüdü. Zakaz berdi. Düştü kep dukan kep yep gidip Allah'ımı var. Asasiyetin aşındarak. Apır birimiz biz. Müşkenşen cüyür ayın olsa apır birimiz. Biz ona yetkizbeyiz. Ha yetkizbeyiz. Onun ki yan bir sonundaki sorum geliyordu beri. Siz neymi hem de sebeptim muşu xil kesipke kirişini oluşup kalgandınız? Meni o'zimni o'qigan kasbim Nongda Shpingonchonda o'qigan. Ha, demek muşu kesipte buna yemek qurilishi yemek bir gap bor. Yemek qurilishida o'qigan. Undan keyin mushu kasbimni mushu o'zim yemek pishmak yomon yaxshi ko'rman tamoq etishni uchun. Mumkin birini yengib qo'pib, ikkinchisi kelgan yomon yo'g'inab ketdim. Samirib ketdim da. 4 yoshga mushu yeyishatdim, mushu yemeklikni jenjisdan boshlagan 4 yil o'tdi. Shu jarayonda qiziqib kirishib, ha, kasbimni qo'limga oldim. Demek hazır maxsus muşu yemeklik Ha, yemeklik. sağlam yemek Sağlam ne yemek. siz Ha, sınavma? oshpazlikda o'qidim. Onunki Usta oshpazdan peki ha? Garipçe, Şiçaninki. Şiçan, Ha, ha. onunki bolka türdükide okudu. Pişiriq turi. Pişiriq turi. Ha, Andi ma şu yiyan, şu ilmi ozuqluş. ozuqşunas Onun aldım. Oy. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemeklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'ishin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gul shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemeklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Şinjan Sabila Kasbiy taraqqiyotchilik shirkati Ziya Zaytun yig'i aldin tanlashingiz bo'lsin. O'riqlay desangiz, Ömür Cho'lpini tantiman kollagenlik aqsil oziqlik talqinini iste'mol qiling. Figura o'riqlatish yurishliklari badan go'zalligingizga asos solg'usi. Mukmuk markalik achchiq chuchuk tofuqiqi va kabob tamlik tofuqiqi sizga esil tam ata qiladi. Cho'nglarga vafodorlik yetkazishdagi yaxshi tanlashingiz Milanda sap alqat sharbati. Şinjan Barda Soda Çeklik şirketining Xinhua Janubiy yo'liga joylashgan Erdil yemeklik xurishlari do'koni a'lo mulozimati va sifatli mahsulotlar bilan har millat xalqining yemeklik xurishlariga bo'lgan talabini bejandillik bilan qondirib kelmoqda. Yemeklikka ishlatiladigan har xil a'lo sifatli qaymoqlar, shokoladlar, un, moy, tetutqu va har xil yemeklik xurishlarining turlari to'liq bo'lib qolmay, tort pishiriq va yemeklik tayyorlashda ishlatiladigan har xil shakldagi qilib va uskuna asboblarga to'ptiliq. Yemeklik xurishlari setib olishdagi oldin tanlashingiz Erdil yemeklik xurishlari do'koni. Erdil. Mana qadrli ko'rurmanlar, beliqni tayyor qilib oldik. Endi abay qilazni biz ranglik lazım to'g'ri oldik. Mush mayda bir o'tkazsakli bo'ldi. Ha, bunimi men tek bevosita iste'mol qilamiz deb. Bevosita iste'mol qilsangiz bo'ldi. Endi ba'zanlarga ko'ngilli pishmagan narsalar o'ylab qoldi emasmi? Shu birini o'tkazib olsak bo'ldi. Bunga o'zingiz yaxshi ko'rgan, yana azroq tuz yoki qarmush, lolayi, ashaq sevasangiz bo'ldi. Unda xo'sa, ipar taom tetibqolarining qarmuchini pishiraylik, ha. Bo'ldi. Ben dedim bu bo'ldi. Bu bir qarmush, undan boshqa bo'ldi. Tuz ishlatamiz hozirroq. Yaxshi ishlatmaydi. Chunki men tuzni ozroq tavsiya qilmayman. Bir kunlik odam badani qabul qilgan tuz 5 gramda ishib ketmasligi kerak. Siz hisoblab qo'ying, biz at deganda bir tuzdan boshlasak, kesh qo'rg'onda qancha gram bo'lib ketdi. Shunga bo'lsa amal bor. Men bu yili shuni tavsiya qilmayman. Men shu salatlarni ishlatgan chaqda limonni sıkıpla tuzun oroluğa çıkışı şümellam. Ha, şürdümüz. Demek doğru şu ilmi ozuqlanışdımı tuzun miqdarıga bize çaq qo'ydik. Çünki bu tuz şu yuqori kasallikni kelib chiqishidimi asos sabab bo'lib qolgan. Shunga tuz iste'mol biroq iste'mol qilishda qilma. Mana eng güzel bosqichni boshlaymiz. Abaydir mana. Mana shuni sen tayyorlab oldik. Undan keyin ma cho'pimizni İkimiz yeydigan bo'lgan ekan siljiqroq qilamiz. Cho'pni mosh suvdan pishirib, ag'am petal solamiz, hech qanday nas qatmaymiz. Shunga bu jarayon bo'lgan ekan shu qurun, shu rangli, go'zal qilib turib yeyish kerak-ku. Mush bosqichga begarak diqqat qilsak bo'ladi ekan-da, ishlangan tuzimiz. Odatda mushularga jenjisanninki mushu qarsoqlilikka tizilishi qarab bir yegimiz kelib ketadi-ku. Demak, mushu bosqichmi bek muhim ekan-da. Qarab odamning o'riqlash niyeti yo'qlaningmi qarasli bir yegisini keltirib tomoqni ochudi-chu. Bu tomoq chunki moy serish bo'lgan keyin biz ko'rdingiz
odatda jihnasini qo'rib qilmadik. Misaptimani 2 soatdan keyin qusqunuz ochidi. Ochqa vaqtda yana siz miychi va yana to'liqlab turib o'ruqlaysiz. Keşikler adamlar deydi, keşik tamaq yemey o'rg'in. Bak xato odat. Keşik tamoqning vaqti 4:30da 5 ning atrofida cho'qim yevilish kerak. Uxlash vaqtidan 4 soat farqlanish kerak. Bu peri amdi jenjisanni odatda bu tamoqni tushda, kechda, shu vaqt tamaq vaqtida iste'mol qilsak bo'laveramdi yoki buning vaqti bormi? Tushda yesangiz bo'ldi, kechgimi? Kechda biz hozir tushda cho'pni qo'shdik. Hozir tayyorligimiz tushlik tamoq shundaqmi? Kechlik bo'lsa cho'pni qilmay, siz yana bugun tushda yegan saylaringizni, ya'ni go'shtni kechdiysiniz bo'laveradi. 4:25lardan kal go'shti, rak, aralashtirib saylaysiz bo'ldi, lekin cho'p yemaysiz. Cho'p yemaymiz. Ma tamog'imizning miqdori yomon chiqib ketdi. Ishkaylar to'ymay qolmaydi. Va taqsigachu, lekin mos keldi. Shundaq yarashdi-ya. Albatta, bugun ishlatganimiz Nazifaning isu qachqachilari qarabla bilib oldingiz haqiqatan. Mana ko'rurmanlar, ko'rib turibdik, shundaq isil tamoqni, san'atlik tuzilgan tamoqni biz Nazifa qachquchilarga tilsak texmi ko'rkam chiqdi va Pari buni bilib qoldi. Qiyam endi o'zimizningki, shu Fadiya, ya'ni Machengandan chiqargan o'zimiz tayyorlagan qiyam bu. Bu nimaning qiyami? Hesapda bu ben dedim bu o'ruqlash bir jarayon deb. Buningda buni men link kalorilik demayman. Chunki buni qazraq tam kirgizdik Allah. Masalan bu bo'lmagansa limon yoki ochiq suv olsa quyib tam kirgizib yesangiz bo'ldi. Lekin ma'u maxfiris deb tam kirgizgan maxfiris deb. Buni tepaga quyib, cho'p bilan yegan chog'da shunchalik mizlik. Mana bugungi mana Jenkansan tayyor bo'ldi mana. Güzel. Qarasaqlı bek mol tayyorlangan bir vaqt may serish tamoq bo'ldi ya jenjisan. Hesabda Pari bugun men bek chiqnaslan bilib oldim-ku. Odatda endi o'ruqlash uchun harakat qilsak bo'ldi, boyasiz degan eng xato qarash mening nazarimdagi kechda tamoq yemaslik. Amaliyotda mana shundaq mol tamoqlarni yeb turibmi? Biz yana ko'nglik o'ruqlay oladiganmiz. Yeyishdan burun ko'k limon. Buni texi mashg'ulotlar va qoidalar. Limon siqib yesangiz texmi ta'mi. Ochiqcha chuchmal. Bayatım men shu cho'pni suvda pishirg'ash lozim, to'g'ag'ash qallamda o'tgan-chu, shuni ham qanda yemiz qandaq bir nima tam chiqa degan bir o'y batdi rostlar, lekin hozir tetib mana ko'rurmanlar bizni bir naytda bir huzurlantirib yigidek bir jenjisan bo'ldik. Pari sizning programmamiz qatnashganingizga shundaqli yana isil xonim qizlarimiz uchun, shundaqli ko'rurmanlarimiz uchun isil bir tamoqni ipkayginingizga uchun ko'nglimizga rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Bundan keyin bo'lsa mushtaq isil narsalarni akab biz bilan ko'rurmanlar bilan yuz ko'rishib tursangiz yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Xo'sh qadrli ko'rurman do'stlar, programmamizning har xil tamdagi muhmuq huquqiy alayda talab qilgan. Qadrli ko'rurman do'stlar, programmamizning oxirida programmamizning tajidorligini ustiga olgan ipar taom tetitqo'llarga, shundaqla programmamizni alayda qo'llagan qadimiy china yog'larga, ham yeshil nur un gurishlariga, shundaqla jon suyar meva ko'ktat yush tuziga alayda rahmatimizni bildiramiz. Qadrli ko'rurman do'stlar, bu san oshpaz geldi programmamizga o'rlashtirilgan mazmunlar mushayada oxirlashdi. Kelarki san programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemeklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alayda diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'shin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemeklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayot sog'lom mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari